Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Orzu MF ijodkor ko'chada joylashgan mana shu kottejimiz sotuvga qo'yildi. Shu kottejimizda arendlarga keladigan bo'lsak, Orzu svetofordan yuksalish tarafga yurganda ideal tikuvchilik fabrikasining yonida joylashgan. Hozir ushbu xonadonimizni obzorini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan mana shunaqa uzun navislarimiz kutib oladi va mana bunaqa o'tiradigan so'rilarni ham qilib qo'yilgan ekan va mana bu tarafda yozgi oyvonlarni ham qilib qo'yilgan ekan va mana bu tomonda umumiy mehmonxonamiz bo'ladi. Asosiy kirish tarafimiz esa mana bu tomonda. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan o'ng tomonimizda birinchi bo'lib oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham to'liqligicha mana shunaqa jihozlarga ega. Oshxonamizdan chiqib mana bu koridorimizga kirib kelganimizda mana bu tomondan, o'ng tomondan ikkinchi etajga chiqib ketilar ekan va bu tomonda ro'paramizda mehmonxonamiz joylashgan. Ushbu mehmonxonamizdan chiqib kelganimizda mana bu tarafda umumiy sanuzel ham mavjud va zinamizning tagida kladovkalar ham mavjud. Va mana bu tarafda bitta xonamiz mavjud, bu o'rtadagi xonamiz va bu tomonda tashqaridan ko'rsatib o'tgan umumiy mehmonxonamizga ham o'tsa bo'ladi. Zinadan chiqib kelishimiz bilan o'ng tarafda bitta katta xonamiz mavjud. Bu xonamizdan keyingi xonamiz kattalar uchun yotoqxonamiz bo'ladi va ushbu spalni xonamizning ro'parasida yana bitta xonamiz mavjud. Ushbu xonamizning ichida dush va kabinalar ham o'rnatib qo'yilgan. Xonadonimizning hovlisi mana bu tarafga joylashgan, mana bu tomonda огородlar ham bor, o'zining mevali daraxtlarga ega. Bu tomonimizda esa 1,5 tonnali suv zaxiralari ham mavjud. Hovlimizning mana bu burchagida esa hojatxonalari joylashtirilgan. Ushbu xonadonimiz umumiy yer maydoni 4 sotuq bo'ladi va qo'shimchasiga aqlli kotyol, Wi-Fi barcha shart-sharoitlarga ega. Xonadonimizda barcha bitovoy texnika yoki mebellari kelishuv asosida ham qoldiriladi. Xohlovchilar uchun esa barterga dev mashina yoki kvartira uchun ham barterlari mavjud. Xonadonimizda kommunallar keladigan bo'lsak, gaz suv svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlari 100% joyida. Narxlari keladigan bo'lsak, narxlarini egalar bilan kelishuv asosida mana bu yerda video ostida egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Namangan uy-joy kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.